Amir Temur aytadilar: birodarlar, har narsa duo bilan bitganda edi, Hazrati payg'ambarimiz qo'llariga qurol olmasdilar degan so'zlari bor. Temurboyning shunday gaplari bor. Hamma narsa duo bilan bitsa, payg'ambarimiz qo'llariga qurol olmadi. Xullas, mana shu urushda bir badbaxt kofir payg'ambarimizni so'yil bilan uradi, to'qmoq bilan uradi. Dubulg'alarini temiri qiyshayib muborak yuzlarini yirtib kirib tishlarini sindiradi. O'shani chandig'i o'ng tomondagi, chap tomondagi, o'ng tomondagi lablarining ustidagi chandiq qisqa tarixi. Haybar degan g'azot bo'lgan ekan. Haybar. Bu g'azotni boshlanib ketishiga Yahudiy qavmlar payg'ambarimizni va sahobalarni sulhga chaqirishgan, muzokaraga. Muzokara paytida payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga beriladi